Bugun sizlarga shunaqa chiroyli bantikli zakolkachalar yasashni o'rgataman. Buning uchun bizga quyidagi furnituralar kerak bo'ladi. Mana zakolka taqadigan sim, shunaqa lentali to'r, pistoletkali, jemchug toshli kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib biza ishni demak simni kesib olib, shunaqa setkadan bantik qilib tayyorlab olamiz. Va shunaqa bantik qilib tayyorlab olganimizdan keyin bantik ustiga biza bezak berish uchun shunaqa simlardan jemchuglarni uchlariga tiqib, shunaqa burab bittasini uzunroq, bittasini kaltaroq qilib, shunaqa qilib chiroyli dekorativniy bezatish uchun detallar yasab olamiz. Ikkita tomonini bir xil qilib yasab olamiz. Buni yasab olganimizdan keyin biz bularni chiroyli qilib bantikka o'rnatib olamiz. Shunaqa qilib bantikka o'rnatib olganimizdan keyin ustiga bitta o'rtasini bekitish uchun simlarni chiroyli qilib tosh yopishtirib olamiz. Buni sim bilan o'rab mahkamlab olishingiz mumkin va orqasiga shunaqa taqadigani yopishtirib qo'yamiz.